Ausweis, ya'ni soxta pasport olgan paytda o'zining SSSR grajdan degan buyuk maqomini asirga tushgan qul degan jismoniy shaxs degan maqom bilan almashtirgan. Va shuna asosida huquqsiz qulga aylangan va migrant maqomiga o'tgan. Migrant degani bu yerga hech qanday aloqasi yo'q degani hisoblanadi. Shuning uchun ham biz o'zimizning huquqlarimizni himoya qilishimiz uchun biz O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi hali ham mavjudligi va Sovet Sotsialistik Respublikalar Ittifoqi davlati hali ham qonuniy kuchga ega ekanligi sababli 1936-yilgi konstitutsiya asosida biz hali ham SSSR grajdanlari ekanligimiz sababli biz o'zimizning huquqlarimizga qaytishimizga haqqimiz bor. 1000% haqqimiz bor. Chunki Sovet Sotsialistik Respublikalar Ittifoqi qonuniy davlat sifatida hali ham o'zining kuchiga ega va bizning qonunimiz 1936-yilgi konstitutsiya bizning huquq